o'quvchining qalbiga kira oluvchi, o'quvchiga shunchaki kitobni olib o'qib beruvchi emas. O'zingizni yelkangizdagi ko'plab ishlardan qutulishni boshlaysiz. Albatta, tarmoqli marketingda muvaffaqiyatli bo'lib ketishlik ehtimoli baland bo'ladi. Ushbu ta'lim dasturini maksimal holatda o'quvchilaringizga qo'llashni boshlang. Tanishtirsin. Mumkin. Zo'r. Hozirgacha prezentatsiyani sizga o'tkazdirayotgan bo'lishligi mumkin. Tarmoqli marketingda 3 ta chilla davri bor. Chilla davrlari. Odatda tarmoqli marketingda boshidagi 15 kunlik davr birinchi chilla davri hisoblanadi. Keyingi 15 kunlik, ya'ni umumiy hisobda 30 kunlik davr ikkinchi chilla davri. Uchinchi chilla davri 90 kunlik davr hisoblanadi. Azizlar, agar tarmoqchi mana shu 3 ta chilla davrdan yaxshi o'ta olsa, shu 3 ta chilla davrdan sog'-omon o'ta olsa, albatta tarmoqli marketingda muvaffaqiyatli bo'lib ketishlik ehtimoli baland bo'ladi. Avvalo xudo. Lekin boshidagi 15 kunlik chilla davrida juda ko'pchilik tarmoqchilar o'z jamoalarini asrab qola olmaydilar. Ular e'tibor bergan bo'lsangiz 100 kishilik komandasi bor, 1000 kishilik komandasi bor, 10 000 kishilik, 100 000 kishilik komandasi bor. Farqi yo'q, lekin aktivlar soni qancha? Juda ham kam. Odatda aktivlar qachon kamayishni boshlaydi? Qachonki 15 kunlik chilla davridan eson-omon o'tmagan bo'lsa. Shuning uchun azizlar, biz sizlar uchun maxsus 15 kunlik ta'lim dasturini yaratganmiz. Ushbu ta'lim dasturini maksimal holatda o'quvchilaringizga qo'llashni boshlang. Ushbu 15 kunlik ta'lim dasturini Tarmoq doktori loyihasining menejerlaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Endi qarang. Ushbu dasturda aynan 15 kun davomida hamkoringizni yaxshi prezentatsiya o'tuvchi, yaxshi taqdimotchi, yaxshi prezentyor sifatida shakllantirib olishligingiz mumkin bo'ladi. Bunda nima bor? 15 kun davomida u insonga o'qitishingiz kerak bo'lgan, ko'rsatishingiz kerak bo'lgan videolar, o'qitishingiz kerak bo'lgan kitoblar yoki bo'lmasam bajarishi kerak bo'lgan uyda va ishda bajarishi kerak bo'lgan vazifalar haqida gap ketadi. Ushbu dasturni eng muhim tomoni shundaki azizlar, bu dasturni siz ustoz sifatida shogirdingizga o'rgatishingiz mumkin, lekin 3 xil toifa ustozni belgilab oling. Ushbu 15 kunlik dasturga kirgan o'quvchilar aynan shu 3 ta ustozdagina dars olsin. Ular kimlar bo'lsin? Bu uchalasi ham o'quvchini darsga qiziqtira oluvchi, o'quvchining qalbiga kira oluvchi, o'quvchiga shunchaki kitobni olib o'qib beruvchi emas. Kitobdagi ma'lumotni tushunganini insonga tushuntira oladigan bir yaxshi metodikaga ega bo'lgan ustoz bo'lsin. Ana shunday insonlardan foydalangan holatda dars bering. 3 ta ustoz, ular nima ish qilishadi? Birinchi ustoz kompaniyani o'zi bilan tanishtirish kerak, kompaniyani rahbariyati, kompaniyani qonunchiliklari, kompaniyani qadriyatlari, komandani qadriyatlari tanishtirsin. Mumkin. Zo'r. Ikkinchi ustoz nima ish bilan shug'ullanadi? Ikkinchi ustoz kompaniya mahsulotlari va marketing plani bilan tanishtirsa foydaliroq bo'ladi. Uchinchi ustoz aynan yo'lboshchi kitobi bo'yicha, aynan mana shu 8 ta qadam bo'yicha dars beruvchi ustoz bo'lishligi kerak. Azizlar, mana shu ma'lumotlarni maksimal holatda o'rganib olgan shogirdingiz inshaalloh 15 kunlik ta'lim dasturidan keyin o'zi mustaqil prezentatsiya o'ta oladigan holatda bo'ladi. Prezentatsiya o'tishligi uchun shogirdlaringiz bir necha yildan beri ishlayotgan bo'lsa-da, hozirgacha prezentatsiyani sizga o'tkazdirayotgan bo'lishligi mumkin. Buni bilamiz. Lekin 15 kunlik dastur shunday tuzilganki, o'z hamkoringizni maksimal holatda praktika qilishga majburlovchi uslub hisoblanadi. Mana shunday dastur. Shuning uchun ushbu dasturni olib o'rganing, shogirdlaringizga o'rgating, uni to'g'ri qo'llang va albatta tez orada o'zingizni yelkangizdagi ko'plab ishlardan qutulishni boshlaysiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. 15 kunlik, 30 kunlik va 90 kunlik dasturlar bo'yicha hali ko'p darslarimiz bo'ladi. Sog' bo'linglar. Rahmat.